Vibe coderlar sizlar uchun zo'r narsa topib qo'ydim. Hozir sizlarga bitta zo'r programma ko'rsataman. Shu programma orqali sizlar bemalol ovozinglar orqali tekstni kiritishinglar mumkin bo'ladi. Ya'ni qo'lda klaviaturada promptlarni yoki hamkasbingizga xabarlarni yozib o'tirmaysiz. Bu faqat ingliz tili va rus tillarida ishlaydi. Hozir sizlarga buni ko'rsataman. Bu hattoki internet ishlamagan taqdirda ham ishlayveradigan programma. Control Option Space ga men настройка qilib qo'yganman. Buni bosganimda Hello, how can I help you? Здравствуйте, коллеги. Сегодня мы с вами обсудим наш прошлый разговор. Mana bemalol judayam tez tarzda bu narsa ishlaydi va bu ko'rsatgan dasturimning nomi Handit nomlanadi. Bu dasturni siz bemalol Telegram kanalimdan yuklab olishingiz mumkin. Bu yerda modellar bor. Modellardan siz nafaqat hozirgi ishlatgan modelimiz, balki OpenAIdan Whisper, boshqa kompaniyalardan Moonshine, SenseVoice va boshqa modellarni tanlashingiz mumkin. Bularning hammasini tezligi va aniqligi har xil bo'ladi va bu yerdan qaysi til kerak bo'lsa, bemalol hamma tillarga mosini tanlab ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Eng zo'ri Parakit V3 hozircha. O'zbek tilida lekin yaxshi ishlaydiganini topa olmadim. Whisper Large'da ham o'zbek tilida yaxshi natija chiqmadi. Agarda video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoni saqlab qo'ying va do'stlaringiz bilan ulashishdan chiqmasin. Menga ham obuna bo'lib qo'ying. Foydali kontentni o'tkazib yuboring.